Karischa ismaloqli salat qilib ko'rmoqchiman, lekin shu paytgacha umrimda bir marta ham qilmaganman. Atak qaynonam har safar qilganimni tomosha qilib o'tirardi. Shunga qaynonamga telefon qilib, bir pachka ismaloq bor ekan, shundan men bu safar salat qilsam maylimi deb so'radim. Ha, agar bo'lsang salat qilib ko'r dedilar. Shuning uchun birato'la sizlarga retseptini ham ko'rsatib ketaman. Ismaloqlarda chang juda ham, qum juda ham ko'p bo'lgani uchun yaxshilab yuvib olasizlar-da, ko'tini kesib tashlaysizlar. Shunaqa qilib yaxshilab yuvgandan keyin suvga ozgina tuz qo'shib yaxshilab qaynata olasizlar. Qaynab chiqqandan keyin ismalog'imizni 20 sekund yoki 30 sekundga qaynata olasizlar. Undan da ko'p qaynatavermanglar, juda ham ta'mi yo'q, g'alati bo'lib qoladi. Qaynab chiqqandan keyin shuni suvini to'kib tashlab, muzday suvga solib yaxshilab chayqab oling. Undan keyin hamma suvini shuna qilib siqib chiqarib oling. Ichidagi hamma suvini siqib chiqarib olsanglar, salatinglar juda ham mazali chiqadi. Tayyor bo'lgan ismalog'imizni ustiga birinchi bo'lib tuz qo'shamiz. Undan keyin yaxshilab aralashtirib, kunjut yog'i va ko'pgina kunjut qo'shamiz. Juda ham mazali chiqadi. Men maydalangan chesnokni oxirida qo'shdim, lekin buni boshida qo'shish kerak edi. Atak farqisi yo'q, ta'mi juda ham mazali chiqdi. Yaxshilab aralashtirib, yeb ko'ringlar. Agar tuzi kam bo'lsa, yana ozroq tuz qo'shishingiz mumkin. Men ismaloqni juda ham yaxshi ko'raman. Bu salatni yosh bolachalar ham maza qilib yesa bo'ladi. Va zo'r chiqadi. Guruchlar bilan yesa maza ketadi. Bir qancha ismaloqdan faqatgina shuncha chiqdi xolos. Endi kechqurun karis qaynonamga yedirib ko'ramiz, normal qilibmanmi yo'qmi tekshiramiz.